Hozir men sizlarga bunaqa yuzdan bunaqa yuz qilishni o'rgataman. Sizlar uchun hozir yuzimni полностью o'chirib chiqaman. Kosmetikalarni влажный, может, tonalka bo'lib ketdi. Hozir yuzim ideal emas, prishlar bor, lekin ancha prishlar kamaygan. Shu videoda ko'rsanglar, juda ham yuzim patir bo'lib ketgan. Buning sababi esa XSY serum. Yana o'zimga yangisini zakaz qildim, chunki eskisi tugaganda. Hozir sizlar bilan birgalikda raspakovka qilaman. Niacinamidi bor bu krem ugridan qolgan dog'larni tezda davolaydi, yuzni yaltirlatadi. Boshqa niacinamidlarga qaraganda makiyajni ko'chirib yubormas ekan. SPF-kasini ham zakaz qilganman, hozir ochib ishlatib makiyaj qilamiz. Bu krem namlantirish va baryerga qaratilgan. Yuzimni qaranglar, shunchaki ikkita produkt bilan shunaqa zo'r yaltiradi. Hali kosmetika qilganim ham yo'q. Boya yuzim shunaqa tinib turganini, hozir esa makiyaj ideal yotganini sizlarga ko'rsatgim keldi. Qaranglar. Sizlarchi XSY serumni ishlatib ko'rganmisizlar?